Assalamu alaykum, qarindoshlarım. Yaxshimisizlar, yaxshi turdinglarmi? Bugun hamda ikki qatimliq naq maydon bo'lib qolgan bo'ldi. Bir naq maydon mush O'rta Osiyodagi mush Bishkekda, Qirg'izistonning Bishkekdagi ma'lum bir sabablar tufaylidan bir naq maydon bor. Anandan keyin yana bir naq maydon bor. Bu naq maydonning oraliqi yarim soat farqlandi. Hozir men birinchi qatimliq naq maydonni qilaman. Bu naq maydonda Bishkekdagi masala. Men Bishkekda bir 3 qatim bir masalaga aralashgandim. 3 qatimliq masalaga aralashdim. Birinchisi nima? Bir qimavozlik. Mushu Bishkekka kelgan xelijiq vatandan chiqqan qarindoshlarningki qimaga o'ginib qolganligi to'g'risida men bir naq maydon qilib, ularga ayrimli gap qilsam bek unumi yaxshi bo'lmadi degandikin shuningga ayrim qilmay butun hammasiga deb turib naq maydon qilgandim. O naq maydondagi xeyli jimiqitga qimavozlik. Özanglar nima yetishmaydi, shunda bir tas kunlarda yashayotsa vatandagilar sizlarni mush qima o'ynab nemish qilsizlar deb turib shunda bir so'z degandim. Shunda unumi yaxshi bo'lgandi, yosh bolalar o'ginib qolibdi qimaga. Uningdan keyin yana birsi bir pasport vaqasiga aralashdim. O pasport vaqasining egisi naq mush qatim ma'vu olimpikni biz qo'llaymiz deb chiqqan Bishkekdagi bir to'plarning ishchidagi muhim bir personaji. Shirali Abdukerim. Anandan yana bir ish var, yana bir ishsi bir turmushga doir bo'lganki, u hali bo'lib qolgan bo'lganki, hozir buni demadim yana. Anandan qarindoshlarim hozir menga mayyadan nas ivati va manglar, men naq maydondan keyin ko'rsam bo'ladi. Naq maydon qilyaptim, hozir osamla men naq maydon to'xtab qoladi. Anandan keyin mavo iliqi mana ma kişinin ismi mana Mavu Shirali Abdukerim. Yani Qashqar şehir içinden. Anandan bu nait aktif şu Xitoy konsulu bilan Bishkekdagi Xitoy konsulu bilan nait apaq-chapaq holatda mush Uyg'urlarning pasportini berib berman, uni qilib berman, buni qilib berman deb o'tirdiki nait cho'ng ko'rikganda, Şuna bu Shirali Abdukerim bilan men 2019 bir paranglashgandim. Birisi telefon numarini bergandikin men dedim. Sen millatingdan qo'lingni taslamamdu, kichikkansan fukam dedim. Desem voy unda emas bunda deb, voy xuddaqi, voy odam bo'lsumaymi, aqti ko'kdi deb ketdi. Onundan keyin yana bir ish chiqdi. Mavju deb ivatib qo'ydim. Ivatib qo'ygandan keyin meni qarg'a cheklayapti. Endi bu yil yana olimpikni ko'tarib chiqibdi. Ashuning ichidagi shu sodigan bolalar o'ylab beqinglar, hey, sizlarga o'xshash emaslarimi bor? Ash pasport deb yetib olmagan bu pasport uchun ashar yetib olib Uyg'urning qarshisiga chiqding. Ashu nimani Beijing olimpikni biz boykot qilamiz deb turib o'tirib chiqqanlarning qarshisiga chiqding. O'zingning millatingning qarshisiga chiqding. İzzat atmadinglarmi deb turib savolni qo'yib baqibdi jiqlar. İzzat atmamsizlar deb. Ras izzat atmamsizlar. Erkiy qirg'inchilik uchrayotgan millatingning oldida izzat atmamsizlar shu pasport uchun ashaga moshunda qilib chiqqaninglar. Qip-qizil yurakinglarni biraqli ifodalabsizlar ashada. Aşı iliqi Shirali Abdukerim nomus qilmamsa o'zingning balang borka, sen qo patpatli berib kelgansa balangni qaynapang qo'yib qo'yib, yana bir qilib o'zing deganting o gapni. Balni beqib bulamay ketdi, shuning uchun apir qo'ydik deganting. Endi mushtaq holatda, mushu kunlar bizga azmetdi. Sen bo'pti so'ysang mayli, lekin boshqalarni ilib olmada. O'zing Xitoyni so'ysang mayli. O'zing avtonomiyachi bo'lsang mayli deyman har qandaqa. Lekin boshqalarga vakolatchilik qilib, boshqalarni qo'shib elib olmasang bo'ladi-da. O'zingni ifodala sodiqligingni. Shirali Abdukerim, uning ustun sening ustungda odam bor 100%. Uni bilaman. Lekin bugun mushunchilik deb qo'yay, izzat hamma narsaning chig'i yaxshi. Ashu qarindoshlaring nima kun ko'ryapti agar sen Uyg'urning qinida aprida bo'lgan bo'lsang bu dunyoga. Eğer Uygur emas olsan mayli emdi. Lekin aşı qo'ylarmi atrofidagi bayroqlarni ko'tarib bunda qilib ketgan aşı qo'ylar o'ylab baqa
nomus qilmamsa, hammasi la'nat o'qibdi. Bütün Orta Asiyada emas, bütün mush chet eldagi Uyg'urlarning orasida ahvolari sana la'nat o'qibdi. Nomus qil. Bo'lmasa rasming bilan o'zingning degan ovozlaringni, chunki o'zing xolab menga deding o ovozlaringni. Shuning uchun mishagichi bo'lsin, men maningdan keyin yarim soatdan keyin men yana bir naq maydon qilaman. U vaqtida boshqa bir temaga kiramiz. Zodi nim bo'lgan, oxir nim bo'ldi deganda temaga kiramiz. Juma qarindoshlarim, Shirali Abdukerim, o'shingni rost tepal, tashviqot qilib, voy beringlar, bormaganlarni bundoq qilib andoq qilib sen kim o? Salayting nima? Qarindoshlarim, uyqumizni biroz ajoyli. O O'rta Osiyodan po'xyab yotganlar hammasi po'xyab yotmaydi. Ba'zi narsalarni ochiq deyolmagani bilan har holda qarshilik ko'rsatayotganlarga Alloh rozi bo'lsin. Men hech qanday odam bilan shaxsiy ziddiyatim yo'q. Bularni ko'rib baxmaganman. Lekin qolganini o'zinglar yaxshi o'ylash beqinglar, rahmat sizlarga.